19 mingga qorin to'yg'izib ketadigan joy borligini bilarmidingiz? Hotidogi hozir qishga qaynoqqina aksiya e'lon qildi. Bu hot-dogning nomi Classic XL. Hotidogidagi boshqa hot-doglardan kattaligi va sosiskasi ikkitaligi bilan ajralib turadi. Ko'rinishini ham qarang, ishtahani ochyapti-yu, barra mahsulotlar ishlatilyapti. Bu hot-dogning asl narxi 33 ming so'm, lekin hozirda aksiyada 19 ming so'mga tushibdi. Dastavka qildirsanglar ham bo'ladi, kelib o'tirib yesanglar ham bo'ladi. Faqat Hotidogini ilovasi orqali buyurtma qilsangiz bo'ldi. Bu qiyin narsa emas. Mazasi zo'r, bulchkalari yaxshi, eng asosiysi to'yimli. Sosiskalari ham menga juda yoqadi. O'zi Hotidogi noodatiy sousli xilma-xil hot-doglari bilan tanilgan. Sizlar bularni qaysi biridan yeb ko'rgansizlar? Kommentga yozib ketinglar. Ana endi 19 mingga qatta qorin to'yg'izishni bilib oldingiz. Endi videoga like bosib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hotidogini Toshkent shahar bo'ylab 5 ta filiali bor. Biz hozir C1 Ekoparkning shundoq ro'parasidagi filialda bo'ldik. Ertalab 11 dan kechki 11 gacha ishlashadi. Bu videoni fast food shaydolariga yuborib qo'ying.